Assalomu alaykum, Instagram kanalimiz kuzatuvchilari. Navbatdagi vagonimiz ham tayyor bo'ldi. 6 metrli konteyner qo'yilgan vagonlar, balonlarimiz, traktor o'zining balonlari, risollar katta telishgan ekan. Zinalari bor. Zinadan chiqasizlar. Shuna kirganda ichida yashaydigan holatda akalar. Kimga shunaqa vagonlar kerak bo'lsa, bemalol ekran nomer qo'yib qo'yamiz, aloqa chiqib ko'rasizlar. Razvedkasi, lampochkasi, plastiki devorlargacha, derazalargacha qo'yilgan. Razvedkalari bor. Biz 3 ta 4 ta razvedka qo'yib qo'ygan. Bu yerda bitta, u yerda bitta, bu yerda bitta razvedkasi bor ekan. Hamda kalitlargacha yangi eshik derazalar qo'yilgan. Bu yerda svet o'chirib yoqadiganlari, bu yerda avtomatlargacha qo'yilgan, tashqariga kabellar chiqarilgan. Kimga shunaqa vagon kerak bo'lsa, pastga nomer qo'yib qo'yamiz, aloqa chiqib ko'rasizlar, chiroyli qilib tayyorlab beraveramiz. Ramalari ham baqvatligi chotga bo'lgan, xohlasa baqvat. Risollarimiz 9 talik pachka risollar qo'yilgan. Ashkalar bo'lgan, ichiga penalar quyilib, xohlasa chotga bo'lgan joyda bolt kekalar bor, konteyner oyog'idan bolt keka qilib qo'yaverasizlar. Agar polni kraska qilib beramiz desalar, kraskasini qilib beramiz. Tevada ham bitta porchkalari ham bor. Pastga nomer qo'yib qo'yamiz akalar, aloqa. Bu vagonimiz akalar Qashqadaryo viloyatiga tayyorlangan vagon bo'ldi. Xohlasa bu vagonni Qashqadaryoda ko'rasizlar endi. Like bosish esdan chiqmasin.